Bu 45 soniyalik tajriba hayotingizni butunlay o'zgartirishi mumkin. Buni ishlash uchun ko'zingizni yuming. Bilaman, hozir ko'zimni yummasdan ham ko'rsam bo'ladi demoqchisiz, lekin menga ishoning. Agar ko'zingizni yummasangiz, bu tajribani ma'nosi qolmaydi. Shunday ekan, hoziroq yuming. Tasavvur qiling, oradan 10 yil o'tgan, hayotingiz esa siz orzu qilgan narsalarning mutlaqo teskarisiga aylangan. Siz ishingizni yoqtirmaysiz, atrofingizdagi odamlarni ham, tashqi ko'rinishingizdan ham norozisiz. Eng yomoni, umuman baxtli emassiz. Bir kuni kechasi soat 3larda telefoningizni titkilab o'tirganingizda 10 yil oldingi rasmingizga ko'zingiz tushadi. Shunda o'zingizga shunday deysiz: agar 10 yil ortga qayta olganimda edi, hayotimni butunlay o'zgartirardim. Agar menga yana bir imkoniyat berilganda, hammasi boshqacha bo'lardi. Xudodan bu imkoniyatni so'rab yolvorasiz. Endi ko'zingizni oching. Siz hozir 10 yil ortga qaytdingiz. Bu imkoniyatni so'ragan millionlab odamlar ichidan yaratgan aynan sizni tanladi va sizga yana bir imkoniyat berdi. Endi aytingchi, bu imkoniyat bilan nima qilmoqchisiz?